Furqat tumani Qulbobo qishlog'iga kelsangiz, mo'jazgina Eyfel minorasi e'tiboringizni tortadi. Komiljon Jo'rayevning xonadonida qad rostlagan minoraning o'ziga xos tarixi bor. Komiljon ota 1998-yilda Fransiya davlatida bo'lib o'tgan futbol bo'yicha jahon chempionatining finaliga do'stlarining taklifi bilan borishga taraddud ko'radi. Rossiyada bo'lib turgan do'stlari tomonidan finalga olingan yo'llanma soxta bo'lib chiqadi. Alam bilan uyga qaytgan Komiljon ota o'z xonadoniga Fransiya timsoli hisoblangan Eyfel minorasining kichik variantini qurishga ahd qiladi. Qurilish o'zi 98da boshlangan. Mana bularni nima topib, nima yig'ib, endi nima aynaqa birdaniga qila olmas. Endi kuchim yetmasida shunaqa qilib topib, yig'ib qilganmiz. Shu 7 tonnadan oshiq metalni yig'ib boshlagandan keyin 40 kunda bitkizganmiz. Biz hozir minoraning 3-qavatida turibmiz. Bu yerdan 12 metr balandlikda ekan, umuman minora balandligi 21 metrni tashkil etadi. Qurilish 2004-yilda tugallangan. Unda hali otaxon nafaqaga chiqmagan edi. Metal konstruksiyalar xarid qilish uchun minib yurgan Tiko avtomashinasining bahridan o'tgan va pulini Eyfelga xarjlagan nuroniy o'sha paytdagi qaroridan aslo nolimaydi. Chunki Komiljon otani shu minora mashhur qildi. Manzilga nafaqat respublikamizning, balki dunyoning turli hududlaridan sayyohlar kelib turishadi. Fransiyadan keldi. Germaniya, Angliya, Koreya, Yaponiya bir kun yotib ham ketgan xotini bilan. Kelgan mehmon quruq qaytmasin deb xonadon kafega aylantirilgan. Minorani ko'rgani kelganlar tamaddi qilib ketishadi. Ovqatlanishga kelganlar Eyfelni ko'rib, tarixidan xabardor bo'lib ketishadi. Atrofda 3 ta rayonda, 3 ta rayonga qandaydir mehmon kelsa, nozik mehmonlar kelsa, mehmon aytadi, shuna joy bor ekan deydi. Majbur keladi. O'shaning uchun men bu Eyfel boqyapti bizga deyman-da. Futbolning ashaddiy ishqibozi bo'lgan nuroniy, har bir inson, har bir yosh biror yo'nalishga qiziqsa, shuni ortidan quvsa, maqsad sari intilsa kam bo'lmas ekan deydi biz bilan suhbatda. Va hali ham futbol desa o'zimni tomdan tashlashga tayyorman deb kulib qo'yadi. Toshkentga borib, imенно stadionda ko'rardim. Imенно stadionda. Hozir endi qarib qoldik-ku, shunda ham bordim saralashga. O'zbekistonda saralashiga Koreya bilan o'ynaganda bordim. Ajab emas, futbolimiz tarixida hammamiz kutgan kunlar kelsa va bu xursandchilik yurtimizda bizning Eyfel singari kashfiyotlarga sabab bo'lsa deya otaxon so'zini yakunladi.